Assalomu alaykum bilimga chanqoq do'stlar. Tasavvur qiling, kim bilandir tanishyapsiz. Farqi yo'q, ish bo'yicha yoki shunchaki yangi davrada. Sizdan so'rashdi. Isming nima? Sizning javobingiz qanday bo'ladi? Mening ismim shunday shakldami? To'g'ri, xato emas. Lekin xuddi maktabdagi darsni yodlab olgandek zerikarli bo'lib qoladi. Bugun men sizga o'zingizni shunday tanishtirishni o'rgatamanki, suhbatdoshingiz sizni darhol jiddiy va o'ziga ishongan inson sifatida qabul qiladi. Bu videodan keyin siz oddiy tanishuvdan professional tanishuv darajasiga o'tasiz. Qani boshladik. Bismillah. Birinchidan, keling, klassik uslubni bir ko'rib chiqamiz. Ismi fulan, ya'ni mening ismim falonchi. Bu grammatik jihatdan 100% to'g'ri. Buni bilishimiz shart. To'g'ri, xato emas, lekin xuddi maktabdagi darsni yodlab olgandek zerikarli. Endi esa bir pog'ona yuqoriga chiqamiz. Tayyormisiz? Birinchi professional uslub. Ana fulan, ya'ni men falonchiman. Tamom. Farqni his qilyapsizmi? Bittasi mening ismim, ikkinchisi mana men. Bu ancha o'ziga ishongan javob. Keling birga qaytaramiz. Chuqur nafas oling, ana va o'z so'zingizni qo'shing. Qoyil. Juda yaxshi. Ikkinchi usul esa, ayniqsa ko'pchilik oldida gapirayotgan bo'lsangiz yoki mana shunday video olayotgan bo'lsangiz, sizni haqiqiy notiqdek ko'rsatadi. Ma'akum fulan, ya'ni siz bilan falonchi degani. Bu juda nafis, hurmatni ifodalaydigan usul. Men ilk bor xalqaro konferensiyada arab notiqlaridan shu iborani eshitganimda, uning qanchalik darajada chiroyli ekanidan hayratga tushganman. Bu men sizlar uchun shu yerdaman degan ma'noni ham beradi. Assalomu alaykum. Ma'akum Ahmad desiz, effekt butunlay boshqacha bo'ladi. Hamma sizga jiddiy qaraydi. Keling, vaziyatni ko'rib chiqamiz. Agar do'stingizning do'sti bilan tanishsiz, oddiygina ana Ahmad deyishingiz mumkin. Lekin agar siz 10 kishiga taqdimot qilayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum, ma'akum Ahmad deb boshlasangiz, hamma sizga diqqat bilan quloq sola boshlaydi. Xullas nimalarni o'rgandik? Ismi, maktab varianti, o'rtacha darajada, ana va ismingiz, o'ziga ishongan varianti, endi pro. Ma'akum, haqiqiy professional variant. Endi siz shunchaki ismingizni aytmaysiz. Siz o'zingizni qanday taqdim qilishni bilasiz. Endi esa sizni navbatingiz. Bu eng muhim qismi. Kommentariyalarda hoziroq shu yangi usullardan birini qo'llab o'zingizni tanishtiring. Masalan, assalomu alaykum ma'akum Ahmad. Videoni ko'rishni boshladim deb yozing. Men har bir kommentariyani o'qib, albatta javob berishlikka harakat qilaman. Keyingi videoda esa biz darsliklarni butunlay unutamiz. Ko'chaga chiqib arabcha yozuvlarni qanday qilib san'at asariga aylantirish mumkinligini isbotlaymiz. O'tkazib yubormang. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum.